Ladies and gentlemen, please welcome the national teams of Philippines and Australia. Hurmatli xonimlar va janoblar, maydonga Filippin va Avstraliya terma jamoalarini taklif etamiz. Ladies and gentlemen, please rise if you are able for the playing of the national anthem of Philippines. Hurmatli xonimlar va janoblar, Filippin davlat madhiyasi uchun o'rningizdan turishingizni so'raymiz. Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Australia. Diqqat qiling, Avstraliya davlat madhiyasi. Assalomu alaykum aziz sport xizmatlari. O'zbekiston Milliy telekompaniyasi sport telekanali ijodkorlari futzal ishqibozlarini ekran qarshisiga chorlaydi. Futbol telekanalida to'g'ridan to'g'ri efirda biz poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasida o'tkazilayotgan Osiyo chempionati C guruhidan so'nggi kungi musobaqalardan dastlabki uchrashuvni e'tiboringizga to'g'ridan to'g'ri havola etamiz. Demak, bir necha soniyalardan so'ng Filippin hamda Avstraliya terma jamoalari o'rtasidagi nihoyatda muhim uchrashuv boshlanadi. Bu o'yin nafaqat mazkur jamoalar uchun, balki keyingi o'yinda o'z omadini sinab ko'radigan O'zbekiston terma jamoasi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, biz o'zimizning natijamiz bilan to'g'ridan to'g'ri final raundiga chiqishni xohlagan edik, biroq taqdir taqozosi bilan qaysidir ma'noda mana bu o'yinga ham bizning holatimiz bog'liq bo'lib qoldi. Va agarda bugun Avstraliya terma jamoasi
halol o'yin aqidasiga rioya etgan holda o'zining kuchini namoyish etsa va Filippin terma jamoasi ustidan g'alaba qozonsa va O'zbekiston terma jamoasi Turkmaniston terma jamoasi ustidan zafar quchadigan bo'lsak, u holda albatta bizda keyingi raundga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyati, ikkinchi o'rinni egallab chiqish imkoniyati hali mavjud. Lekin yana bitta tomoni bor. Osiyo futbol konfederatsiyasida saralash guruhlarida o'tkazilayotgan jamoalarda eng yaxshi ikkinchi o'rinni, uchinchi o'rinni egallagan bitta jamoaga ham final yo'llanmasi beriladi va bu imkoniyat ham O'zbekiston terma jamoasida saqlanib turibdi. Shu ma'noda bugungi kunni optimistik ruhda boshlaymiz va biz muvaffaqiyatdan keyingi raundga chiqishdan umidimizni uzmagan holda dastlabki o'yinni tomosha qilamiz. Demak, Filippin hamda Avstraliya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanish arafasida o'yindan oldin har ikkala mamlakatlarning sharafiga madhiyalarni tingladik. Keyin esa jamoa sardorlari ishtirokida kichik qur'a tashlash marosimini hakamlar brigadasi o'tkazdi. Qaysi jamoa to'pni o'yinga kiritadi, qaysi jamoa esa maydonning tomonini tanlash borasidagi fikr o'rganildi va endi barchasi diqqat e'tiborimiz albatta o'yinga qaratiladi. Avstraliya terma jamoasi o'zining odatdagidek sariq yashil rangli libosida maydonda to'p suradi. Filippin terma jamoasi qizlari esa ko'k rangli libosda harakat qiladi. Har ikkala terma jamoa O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'yinda nihoyatda uyushqoqlik bilan harakat qildi va juda iliq taassurot qoldirdi. Bugun ham biz jangovar o'yinning albatta shohidi bo'lamiz. Hozir uchrashuvni boshqarib boruvchi hakamlar brigadasi va komissar o'yinning boshlanishiga ruxsat beradi. Undan keyin men albatta jamoalar tarkiblariga va rasmiylariga alohida to'xtalib o'taman. Uchrashuv komissarining ruxsati bilan bosh hakam hushtakini chaldi. Bugungi uchrashuvni Koreya Respublikasidan Moon Dae-sung boshqarib boryapti. Unga esa qanotda hamyurti Jo Hyun-jin yordam beradi. Uchinchi hakam zaxiradagi hakam Suhrob Sattorov Tojikistondan, vaqt uchun mas'ul hakam esa iroqlik Ravan Fattah Rashid Shuan. Va uchrashuv komissarini ham eslatib o'taman, Birlashgan Arab Amirliklaridan Naura Jamal Bathafari. Jamoalar birinchi beshliklarda harakat qilishmoqda. Endi darvozabon bilan qo'shib hisoblaganda beshlik, aslida futzalda to'rtlik deb yuritilsa to'g'riroq bo'ladi. Avstraliya terma jamoasidan boshlaymiz. Nominal mehmonlar Avstraliya terma jamoasi darvozasini birinchi raqamdagi Sara Esthope qo'riqlamoqda. Maydon o'yinchilari 2-chi Nikita Fazzari, 9-chi Marianna Tabayn, 10-chi Trudi Kamilleri jamoa sardori va 13-chi Megan Michellogut. Hozir Filippin terma jamoasining hujumini ko'ramiz. Chap qanotdan darvoza tomon harakat bo'ldi, ammo oxirigacha yetmadi. McElroyd hozir yaxshi himoyalandi va endi Filippinlik qizlar vaziyatdan foydalana olmadi. Ular uzatgan to'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Va demak, Filippin terma jamoasi tarkibi darvozada Samantha Hughes birinchi raqamda, 3-chi Katrin Graversen, 7-chi Katrina Gillow, 11-chi Sabella Flanagan hamda 12-chi jamoa sardori Sara Isabel Castaneda. Birinchi to'rtliklar hali o'zgarishsiz o'yinni davom ettiradi. Filippinliklardan birinchi hujum va darvozabon o'z o'rnida Katrina Gillow zarba muallifasi edi. Ammo darvozabon Sara Esthope juda ham ishonchli o'ynadi. Avstraliya terma jamoasining o'yinchilari barchasi bo'ychan va shuning barobarida juda ham chaqqon, tezkor ekanligini alohida e'tirof etib o'tish kerak. Istalgan vaziyatda to'psiz ham juda erkin harakat qilishadi, juda ham chaqqon harakat qilishadi. Aynan mana shu tinimsiz 40 daqiqa davomidagi sa'y harakatlar evaziga bu jamoa ortda qolgan barcha uchrashuvlarda g'alaba qozonib, 100% natija bilan guruhda peshqadamlik qilyapti. Va bugun ham albatta Avstraliya terma jamoasining potensial imkoniyati albatta Filippin terma jamoasinikiga nisbatan yuqoriroq desam
mubolag'a qilmagan bo'laman. Filippin terma jamoasining esa o'ziga yarasha ustun jihatlaridan 2 nafar o'yinchining uzoq yillar Ispaniyada malaka oshirishda bo'lganligi va o'sha yerda to'p surganligi bilan izohlanadi va aynan mana shu o'yinchilar 7-chi Katrina Gillou hamda 11-chi Isabella Franiganni diqqat e'tibor bilan kuzating va bundan tashqari 12-chi raqamdagi Sara Isabel Castaneda ham juda iqtidorli o'yinchilardan biri ekanligini avvalgi o'yinlarda namoyish etgan. Avstraliya terma jamoasining birinchi xavfli hujumi zarba juda ham muvaffaqiyatli chiqmadi. Megan McElloich zarba bergan edi. Darvozabon o'z o'rnida, hozir esa foul, bu istalmagan holda yuzaga kelgan foul, ataylab o'yin qoidasining buzilishi yo'q. Bu yerda ko'rmagan holatda raqib oyog'iga chil berdi. Avstraliyalik futzalchi va shu bois ham birinchi qoida buzarlik 3-daqiqada. Bir tomondan Filippin terma jamoasini durang natija ham qanoatlantiradi. Shu bois ham bo'lsa kerak, ikkala jamoa ham asosan ko'proq maydon markazida to'p nazoratini ushlashga harakat qilmoqda. Xavfli vaziyat yo'q. To'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Katerina va darvozabon xotirjamlik bilan bu to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Ammo mana yaxshi imkoniyat, zarba bersa bo'ladi va to'p darvoza ustuni yonginasidan o'tib ketyapti. Katrina Gillou. Hozirgi vaziyatni takrorini tomosha qildingiz. Bu golga tortadigan eng xavfli vaziyat edi. Darvozabon qarshisida deyarli yolg'iz qoldi, faqatgina zarbaga aniqlik yetishmadi. Endi Avstraliya terma jamoasining javob hujumi. Avstraliya terma jamoasi aytib o'tganimdek 3 ta uchrashuvning barchasida g'alaba qozondi. Raqiblar darvozasiga bu jamoa 3 ta o'yinda 14 ta gol kiritgan holda o'z darvozalaridan bor yo'g'i 2 tagina to'p olib chiqishga majbur bo'lishdi. Eng yaxshi himoya va eng sermahsul hujum chizig'i Avstraliya terma jamoasida. Bugun Filippin terma jamoasiga albatta oson bo'lmaydi. Bu jamoa xuddi O'zbekiston terma jamoasi singari raqiblar darvozasiga 9 ta gol kiritgan. Filippinliklar o'z darvozalaridan 3 ta to'p o'tkazib yuborgan, O'zbekiston terma jamoasi esa 6 ta to'p o'tkazib yuborgan. Gollarning 3 tasini Filippin bilan, 3 tasini esa Avstraliya terma jamoasi bilan o'yinda o'z darvozamizdan olib chiqqanmiz. Qaysi ma'noda har ikkala jamoa bir xil to'p kiritgan bizning darvozamizga, faqatgina Filippin darvozasiga biz ham 3 ta to'p kiritganligimizni e'tirof etish kerak va Avstraliya terma jamoasiga qarshi o'yinda biroz qizlar birinchi taymdan keyin qo'rquv bilan o'ynaganligi bois ham yutqazib qo'ydi degan fikrdaman. Bu albatta mening shaxsiy fikrim. Aslida bemalol diskvalifikatsiya bo'lmagan o'yinchimiz bo'lganda, har holda bitta bir nafar bo'lganda ham Shoimov bo'lganda o'yin boshqacharoq kecharmidi degan fikrdaman. Bundan tashqari albatta O'zbekiston terma jamoasida boshqa bir yana bir iqtidorli o'yinchimiz Amirovaning ham jarohat bois umuman saralash o'yinlarida ishtirok etmayotganligini qayd etish kerak. Aslida futzal eng birinchilardan Osiyo qit'asida rivojlangan mamlakatlardan biri hisoblanamiz. Yaxshi imkoniyat bor O'zbekiston terma jamoasi a'zolar haqida men fikrimni davom ettirayotgan edim. Faqatgina keyinchalik futzal bo'yicha, ayollar futzali bo'yicha chempionatlarimiz o'tkazilmay qo'yildi. Natijada futzalchilarda o'yin amaliyoti bo'lmadi. Katta futboldan to'g'ridan-to'g'ri kelib, albatta futzalda bor iqtidorini namoyish etish oson bo'lmaydi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Farruh Zakirov bilan suhbatlashganda ham, gaplashganda ham aynan mana shu masalaga e'tibor berdi. Xavfli vaziyat va hozir darvozabonning oldinga chiqib ketishi Avstraliya terma jamoasiga qimmatga tushishi mumkin edi. Zaxiradagi darvozabon Jessica Molian. Aslida o'yinlovchi darvozabon vazifasini bajarib beradi. Ko'proq bu darvozabon juda kuchli zarbaga, juda hujumga yaxshi kirisha oladigan, to'p bilan muomala qilishda ajoyib texnikaga ega. Lekin darvozada ham yomon turmasligini mana hozir namoyish etyapti. To'pni qo'llari bilan urib darvoza to'sini ustidan o'tkazib yuborishga muvaffaq bo'ldi.
Jessica burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Flanagan zarba berilyapti. Darvozabon hozir jamoasi joniga ora kiryapti. Judy Connolly zarba muallifasi edi va asosiy darvozabonni o'rniga qaytarmasa bo'lmas ekan va darvozabon asosiy darvozabon Avstraliya terma jamoasida qaytdi va o'z navbatida ikkinchi to'rtlik ham maydonda harakat qilayotganligini e'tirof etib o'tish kerak. Bu yerda 7-raqamda men Jessica Auni ko'ryapman. 6-raqamda Claire Holder maydonda, shuningdek 9-raqamda birinchi to'rtlikdan Marianna Tabain va 14-raqamda Claudia Cruzcalzo o'ynamoqda. Filippin terma jamoasi esa hali hamon asosiy og'irlik birinchi to'rtlik zimmasiga tushyapti. O'z navbatida qolgan o'yinchilar haqida ham ma'lumot berib qo'ysak menimcha yomon bo'lmaydi. 3-chi Avstraliya terma jamoasida bu Gisela Pipino, 4-chi Alexia Carris Steyl. Hozir aynan ushbu o'yinchi maydonga chiqqanligini ko'ryapman. 8-chi Daisy Arrow-Smith, 11-chi Galle Smith. Xavfli vaziyat, darvozabon hozir to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi gollik vaziyatdan foydalana olmadi filippinlik qizlar. Hozir esa 2-1 kombinatsiya juda ham xavfli. Darvozabonga tasanno va endi esa darvozabon vazifasini Daisy Arrow-Smith o'tab beryapti. To'pni maydon tashqarisiga chiqazib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Avstraliya hujumga berilib qarshi hujumlarni o'tkazib boryapti. Filippinning asli maqsadi ham shu, raqibni qarshi hujumda ushlash. Avstraliya terma jamoasining qanday mahoratga, salohiyatga ega ekanligini albatta bu jamoa murabbiylar shtabi yaxshi o'zlashtirib olgan. O'z navbatida murabbiylar haqida ma'lumot bermoqman. Avstraliya terma jamoasi ustozi bu Miles Down va Filippin terma jamoasi murabbiyi esa ispaniyalik mutaxassis Rafael Rodriguez. Filippin terma jamoasining qolgan o'yinchilari 2-chi Vrendelli Nuera, 4-chi Kayla Santiago, 5-chi Duanessa Tolentin. Xavfli vaziyat, gol! Avstraliya hisobni ochyapti qadrli do'stlar. 7-daqiqada 8-raqamli Arrow-Smith darvozani ishg'ol etyapti. 1-0. Juda ham kerakli gol edi bu Avstraliya terma jamoasi uchun. Jamoa a'zolari o'zlariga kelib olish uchun bu zarur edi. Hozir esa qarshi hujum yana. Himoyachilar juda ham zich. Bunday qo'rg'onni yorib o'tishning o'zi bo'lmaydi. Biz esa kiritilgan golni takrorini tomosha qilib oldik va to'p hozir o'yinchilardan birining qo'liga tekkandek bo'ldi, lekin hakam bu vaziyatda penalti belgilashga asos yo'q deb baholayapti. Moon Dae-sun penalti belgilashga asosi yo'q dedi. Albatta bu vaziyatni biz imkoniyat bo'lsa ko'ramiz. Hozir esa filippinlik qizlar yonchisdan to'pni o'yinga kiritib berdi. Orasidan berilgan zarba esa darvozabon uchun xavf tug'dirgani yo'q. Filippin terma jamoasini a'zolarining mana hujumini ko'ryapmiz. Yaqin masofada qolaversa qo'l tanaga juda yaqin yopishib turganda bu yerda notabiiy holatni ko'rmadim. Haqiqatan ham hakamlarning fikriga qo'shilaman. Filippin terma jamoasining zaxiradagi barcha o'yinchilari haqida hali ma'lumot berib ulgurmadik. 6-chi Selahmay Gadak, 8-chi Regina Rebosura, 9-chi Alisha Del Campo, 10-chi Judy Cannoli, 13-chi Maria Mendano va 14-chi Shin Nuil Borres. Jamoa bosh murabbiyini aytdim, Rafael Rodriguez. Demak, barcha o'yinchilar haqida ma'lumot berdik. Bu yoqqa diqqat e'tiborini endi faqatgina o'yinga qaratamiz. O'yin juda ham qiziqarli, shiddatli o'tayapti. O'zbekiston
Osiyo chempionatining C guruhiga mezbonlik qilyapti. Albatta, imkoniyat bo'lsa biz ehtimol ikkinchi bo'limda qolgan guruhlardagi vaziyatlar haqida ham ma'lumot beramiz. Zero bu juda ham muxlislarimiz uchun muhim. Hozir darvozabon o'ta ortiqcha, menimcha, ehtiyotsizlik qildi shekilli. Top darvoza ustuni yonginasidan o'tib ketdi. Unchalik xavfli bo'lmagan zarba bemalol egallab olsa bo'lardi. Gol muallifasi Daishi Arrosvit topni sheriklariga aniq yetkazib bera olmadi. Filippinlik qizlarning eng xavfli tomoni hamisha bir nafar o'yinchi ochiq turadi va juda qarshi hujumga o'tib ketganda jamoa 2-1 kombinatsiyani yuzaga keltiradi. O'zbekiston terma jamoasi bilan o'yinda ham xuddi shunday holatlar juda ko'plab vaziyatlarda muxlislarimizni hayajonga solgan edi. Bugun ham Avstraliya terma jamoasiga qarshi o'tkazilayotgan o'yinda aynan mana shu holatni ko'p kuzatyapmiz. Filippinlik qizlar tarkibida ham, Avstraliyalik qizlar tarkibida ham juz'iy o'zgarishlar bo'lyapti. To'liq o'zgartirmayapti Filippin terma jamoasi bosh murabbiy birinchi to'rtlikni. Mana yaxshi imkoniyat, darvozabon haqiqatan ham juda ajoyib o'ynayapti. Sara Esthope maydon markaziga yaqin joyda Filippin terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kiritishadi. To'p orqaga qoldirildi. Katrin Graversan asosiy himoyachi, raqibning hujumini bartaraf etuvchi o'yinchi deb baho bergan bo'lardim Katringa. Raqib hujumini barbod etish va o'z jamoasining hujumini birinchi bo'lib tashkil etish vazifasi aynan mana shu o'yinchiga yuklangan. Avstraliyalik qizlar hozir to'pni yana maydonda olib qola olishmadi. Birinchi taymning teng yarmi ortda qoldi. 11-daqiqa boshlandi do'stlar. 1-0 hisob Avstraliya foydasiga. McElroyd 5-daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo'lgan. Yashil qit'a vakillari o'z zaxira o'rindiqlari yonidan to'pni yonsizdan o'yinga kiritib berishdi. Galle Smith o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Xavfli zarba. Lekin darvozabon juda ham sovuqqon. Ganessa Tolentin tomonidan berilgan zarbani juda ham xotirjamlik bilan qaytaryapti Sara Esthope. Yana foul. Bu safar Camilleri nohaq edi jamoa sardori. O'yin davom etadi. Olisdan zarba. Yonchisdan to'p o'yinga kiritiladi. Noaniq to'p uzatishmi yo bu zarbami bilmadik.
Bahs davom etadi. Mayon markazida yana to'pni oldirib qo'ydi. Avstraliyaliklar qiyinchilik bilan raqiblarning hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lishyapti va bu foul emas, lekin yordam kerak. Avstraliya terma jamoasi himoyachisiga Nikita Fazzari C guruhida saralash bahslarida 5 ta gol bilan to'pronlar ro'yxatini boshqarib borayotgan o'yinchi. Aynan mana shu ikkinchi raqamdagi futbolchiga alohida e'tibor qarating. Guruhimizda ikkinchi natijani Filippinlik Katrina Julloy qayd etyapti. Uning hisobida 4 ta gol bor. yarim daqiqa qolyapti birinchi taymga. Taym tugashiga Avstraliya terma jamoasi kerakli golni kiritib oldi. Bu yoqqa esa xotirjam himoyalanyapti. Filippinliklarning hozir oldinga borishlari albatta tabiiy. Bu esa himoya qo'rg'onida bo'shliqlarning yuzaga kelishiga olib keladi. Avstraliya agar O'zbekiston bilan o'yindagi tezlikni, sur'atni namoyish etadigan bo'lsa, Filippin terma jamoasini yirikroq hisobda mag'lubiyatga uchratishi ham mumkin. Albatta to'plar nisbati O'zbekiston terma jamoasi uchun ham zarur, biroq asosiy gap bugun Filippin terma jamoasining yutqazishida imkoniyatni boy berishi kerak. O'shandagina albatta bizda yaxshi imkoniyat bo'ladi. 3-o'rinni egallab turgan jamoalar o'rtasida eng yaxshi natijani hozircha Qirg'iziston terma jamoasi qayd etib turibdi. Qirg'izistonlik qizlar 3 ta o'yindan keyin bitta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Jamoada mana shunday ko'rsatkich. Qirg'iziston terma jamoasi B guruhida bahs olib boryapti. U yerda Indoneziya va Gonkong terma jamoalari birinchi hamda ikkinchi o'rinlarni egallab turishdi. Qirg'iziston terma jamoasi 3 ta o'yin o'tkazgan, bitta g'alaba, aytib o'tganimdek 2 ta mag'lubiyat. To'plar nisbati bu jamoada -11. Faqatgina ochkolar ko'pligi bois ham jamoa hozircha 3-o'rinni egallab turgan jamoalar o'rtasida eng yaxshi natijani qayd etib turibdi. Va jamoa ixtiyorida hali yana bitta o'yin bo'lishi kerak edi. Aslida Pokiston terma jamoasi bilan o'ynash kerak edi, lekin Pokiston terma jamoasi turnirga kelmadi. Qirg'iziston demak musobaqani yakunlab bo'ldi. Bugun O'zbekiston terma jamoasi agar g'alaba qozonadigan bo'lsa, bu jamoani ham ochkolar bo'yicha ortda qoldiradi, ham to'plar nisbati bo'yicha ortda qoldirib ketadi. Bu albatta biz uchun juda ham kerakli natija bo'lib qoladi. Shuningdek, A guruhida Falastin, D guruhida esa Muammar terma jamoalari 3-o'rinni egallab turibdi. Falastin terma jamoasi ham xuddi bizning singari 1 ochko bor. Muammar esa ikkita o'yinning ikkalasida ham imkoniyatni boy bergan, lekin to'plar nisbatiga ko'ra ochkosi bo'lmasa-da 3-o'rinni egallab turganligini aytish kerak. Hozir mavzudan biroz chalg'idik. Albatta futzal ishqibozlarimizni O'zbekistonning natijasi va taqdiri qiziqtirayotganligi bois men aynan mana shu mavzuga to'xtaldim. Bu yoqqa chalg'imaymiz. Hozir darvozabon hozir to'pning yo'nalishini juda qiyinchilik bilan ko'rib qoldi. Darvoza yaqinida turgan Gizella Pipino to'pning yo'nalishini hatto o'zgartirishga ham urinib ko'rdi tovoni bilan. Lekin darvozabon chalg'imadi. Samantha Hugas Avstraliya qizlar to'pni oldirib qo'yishdi. Tezkor hujum. Aynan mana shu o'yinchini to'xtatishning o'zi bo'lmaydi. 11-raqamdagi Isabella Flanagan
Eslab qoling, bu o'yinchi Ispaniyada faoliyat olib borgan ispaniyalik mutaxassis aynan qizlarini mana shu o'zining mamlakatidagi chempionatda ishtirok etishi va malakasini oshirishiga yordam berdi. Hozir esa time out. Filippin terma jamoasi bosh murabbiyi Rafael Rodriguez qizlarga qanday ko'rsatma beradi? Hozir kuzatamiz. Jamoa imkoniyatni boy beryapti. Hozir birinchi taymning o'zidayoq qanday qilib bo'lmasin hisobni tenglashtirib olishni maqsad qiladi bu jamoa. Kayfiyatni ko'tarish uchun ham gol kerak. Time out uchun ajratilgan vaqt poyoniga yetdi. Jamoalar maydonga qaytishlari so'ralmoqda. Avstraliya terma jamoasida ikkinchi to'rtlik a'zolari Pipino, Carristel, shuningdek Claudia Ruscalso va 7-raqamdagi Jessica Au. Filippinda esa birinchi to'rtlik tarkibiga bitta o'yinchi kiritilganligini ko'ryapman. Bu Maria Mendano 13-raqamdagi o'yinchiga e'tibor qarating. Isabella Flanagan qanotdan qochib ketishga hamisha tayyor. Darvozabonga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Darvozabon tanasi bilan, gavdasi bilan raqibni to'sib qolishga urinib ko'rdi. Natijada qoida buzarlik filippinliklar tomonidan. Bu birinchi faol Filippin terma jamoasida. Avstraliya terma jamoasining murabbiylari esa darhol maydonga o'ynovchi darvozabonni tushirib yubordi. Jessica Molian qani yaxshi imkoniyat, yana zarba berish mumkin edi. Hozir kechikda ozginagina Pipino aks holda yana bir marta gol kiritish imkoniyati paydo bo'lgandi. Eng to'g'ri yo'l ham bunday vaziyatda tezkor qarshi hujumning oldini olish, to'pni ataylab maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Alexia Carristel xavfli hujum, qoidabuzarlik bor, lekin to'p Avstraliya terma jamoasida bo'lganligi bois ham to'xtatishga hojat yo'q edi hozir. Faqatgina sariqta vakillarining o'zlari so'rab olishdi shekilli bu safar hushtakni. Ikkinchi faol. To'pga kechikkandan keyin, nazoratni yo'qotib bo'lgandan keyin qoida buzayapti. Noaniq to'p uzatilishi. Hali 3 daqiqaga yaqinroq vaqt qolyapti. Mana bu xato qimmatga tushishi mumkin edi, yo'q, hammasi joyida. Yana 2 ga 1 kombinatsiya. Zarba esa noaniq va kechiktirilgan foulni yozib qo'yamiz. Avstraliyalik qizlar hisobiga bu 4-faul. Yashil qit'a vakillari tomonidan 4 marta o'yin qoidasi buzildi. Filippinlik qizlar esa 2 marta qoida buzgan. 2 daqiqa 35 soniya qolyapti.
davom etadi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba berilyapti. Zarba esa biroz noaniq chiqdi. Claire Holder. Yon chiziqdan Avstraliya terma jamoasi a'zolari to'pni o'yinga kirishadi. Bir yarim daqiqadan salgina kamroq vaqt bor Filippin terma jamoasi ixtiyorida. Zarba aniq bo'lmadi. Murabbiy esa asosiy darvozabonni Istopni maydonga qaytardi. Jessica Maklinning o'rniga bu hujumni sovuqqonlik bilan qaytarish mumkin, ammo hujumni qarshi hujumni tashkil etishda biroz shoshishdi qizlar. Trudy Camiller dugonasiga to'pni kuchliroq uzatib yubordi. Qanotdan yana oldinga borish imkoniyati bor. Smith zarba emas, bu sherigiga to'pni oshirgan edi Smith. Endi esa javob hujumi xavfli bo'lishi mumkin va gol. Rikoshet bilan bu to'p darvoza to'ridan o'rin egallayapti. Zarbani Isabella Flanagan amalga oshirdi. Va adashmasam Avstraliya terma jamoasi himoyachisi to'pni o'z darvozasiga kiritib qo'ydi. Hozir shu vaziyatni takroran tomosha qilamiz. Bu 11-raqamdagi Galle Smith avtogol. 1-1 avtogol 11-raqamdagi qizning hisobiga yozib qo'yamiz. 19-daqiqada hisob tenglashdi. Biz aslida xavotir olgan narsa ham uchrashuvning tomonlardan birining g'alabasi bilan emas, aksincha durang natija bilan yakunlanishi edi. Darvozabonlarni almashtirishda biroz kechikdi birinchidan Avstraliya terma jamoasi va himoyani tashkil etishda keyin natijada qo'pol xato va avtogolni ko'rdik. Va aynan mana shu lahzada birinchi taym uchun ajratilgan vaqt yakuniga yetganligini bildiruvchi hushtak yangrayapti do'stlar. Filippin hamda Avstraliya terma jamoalari
o'z navbatida Avstraliya terma jamoasi uchun umuman ahamiyati yo'q. Faqatgina guruhda birinchi o'rinni egallash uchun bu jamoani ham durang natija qayd etdi, qanoatlantiradi. Faqatgina O'zbekiston terma jamoasiga bu jamoalarning o'yinidagi durang natija unchalik demak to'g'ri kelmaydi desam to'g'ri bo'ladi. O'shanda agar faqatgina Avstraliya terma jamoasi g'alaba qozongan taqdirda O'zbekiston terma jamoasi guruhda ikkinchi o'rinni egallab to'g'ridan-to'g'ri final raundiga yo'llanmani qo'lga kiritish imkoniyati bor. Lekin biz albatta qizlarimizdan o'zlari o'tkazadigan o'yinda ham muvaffaqiyat qozonishini kutamiz va bugungi o'yinda ham ijobiy natija bizning tomonimizda, bizning foydamizga bo'lishini umid qilgan holda ikkinchi taymni kuzatishda boshlaymiz. Hozircha hisob 1-1. Uchrashuvning 5-daqiqasida Arrow Smith hisobni ochdi. Xavfli vaziyat, gol! Ikkinchi taymni esa Avstraliya terma jamoasi yana tezkor gol bilan boshlayapti. Mana kiritilgan golni takrorini tomosha qilamiz. Fruskalso uzatib bergan to'pni Jessica Au raqib darvozasiga kiritdi. Uchrashuvning 5-daqiqasida Arrow Smith hisobni ochgan edi. 19-daqiqada esa Galle Smith o'z darvozasiga to'p kiritib qo'yib hisob tenglashgan edi va mana ikkinchi taymning dastlabki soniyalaridayoq avstraliyalik qizlar yana hisobda oldinga o'tib olishdi. Bu safar o'z hisobiga gol yozdirib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Avstraliyalik qizlar juda ham shiddatli ko'tarinki kayfiyat bilan ikkinchi taymni boshlab berishdi. Bu juda yaxshi holat, bizga juda ham ma'qul bo'ladigan holat desam to'g'ri bo'ladi. Men birinchi taymdagi reportajimizga kechikkan muxlislar uchun jamoalar tarkibidan yana bir marta eslatib o'taman. Undan keyin esa e'tiborimizni to'liq o'yinga qaratamiz. Avstraliya terma jamoasi darvozasini Sara Istop qo'riqlayapti birinchi raqamda. Birinchi to'rtlik Nikita Fazzari ikkinchi raqamda o'ynamoqda. 9-Marianna Tabain, 10-Trudo Camilleri jamoa sardori va 13-Megan McElloyd 13-raqamda o'ynamoqda. Zaxiradagi o'yinchilar 3-Gisela Pipino, 4-Alexia Carlos Stegl, 5-Jessica McLean, 6-Claire Holder, 7-Jessica Au, 8-Daisy Arrow Smith, 11-Galle Smith, 12-Zoya Spadano va 14-Claudia Fruskalso. Jamoa bosh murabbiyi Miles Downi. Avstraliya terma jamoasi a'zolarining hujumi yana bir xavfli vaziyat. Frans Fruskalso ozgina ulgurmadi. Aks holda farq oshishi mumkin edi. Filippin terma jamoasi darvozasini esa birinchi raqamda Samantha Huges qo'riqlayapti. Maydonda to'p surayotgan o'yinchilar birinchi to'rtlikda 3-Catherine Graversin, 7-Katrina Gulloi, 11-Isabella Flanagan va 12-Sara Isabel Castaneda jamoa sardori. Zaxiradagi o'yinchilar 2-Brandelli Nuyer, 4-darvozabon Kayla Santiago, 5-Dionessa Tolentin, 6-Shella Mai Gadak, 8-Regina Ribasura, 9-Alisha Del Campo, 10-Judy Cannoli, 13-Roselli Maria Mendano va 14-Shin Nicole Borres. O'yin qoidasining buzilishini ko'ryapmiz do'stlar. Bu Avstraliya terma jamoasi a'zolari tomonidan ikkinchi faol, ikkinchi taymdagi ulgurmayapti. 11-raqam juda ham tezkor deb men birinchi taymda ham ta'kidlab o'tgandim Isabella Flanaganni. Uni to'xtatishning faqatgina birdan-bir yo'li deb hozir Claudia Fruskalso uning kiyimidan ushlab to'xtatib qolishga majbur bo'ldi. Ikkita faol Avstraliya terma jamoasida, yo'q, bu uchinchi faol ekan. Hozir tabloni to'g'rilab qo'yishdi. Hakamlar brigadasi zarba to'p darvoza to'siniga tegan maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. O'z navbatida darvozabonning qo'li ham to'pga tekkan ekan. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladigan bo'ldi. Filippin terma jamoasi bosh murabbiy ispaniyalik mutaxassis Rafael Rodriguez
Jamoa o'yinchilaridan mana shu 11-raqamdagi Flanagan, 7-raqamdagi Guillou hamda 12-raqamdagi Sara Isabel Castaneda Ispaniyada malaka oshirgan, mahoratini sayqallashtirib olgan, tajriba to'plab kelgan o'yinchilar deb ta'kidladim. Aynan o'yinda jamoaning eng faol a'zolari bo'lib turishdi bugun ham, xuddi O'zbekiston terma jamoasi bilan o'tgan o'yindagidek. Lekin hozircha omad Avstraliya terma jamoasida birinchi taymda ham ular tezkor gol kiritishgandi, ikkinchi taymda ham tezkor gol ularning hisobiga yozildi. Faqatgina bu yoqqa endi Avstraliya terma jamoasi muvaffaqiyatini rivojlantirgan holda o'z darvozasidan to'p olib chiqmaydi deb umid qilib qolamiz. O'shanda bizda ikkinchi o'rinni egallab to'g'ridan-to'g'ri final raundiga chiqish imkoniyati bo'ladi. Hozir yaxshi imkoniyat. Darvozabon to'pni qo'lidan chiqazib yuborgan edi. Ammo Alexia Karris Stel ulgurmadi. To'pni darvozaga to'g'rilab qo'yishga. 3-daqiqa yakunlanyapti. Hisob 2-1. Eslatib o'taman, Osiyo chempionatining final raundi shu yil may oyida, may oyining 2-dekadasida Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib o'tadi va mezbonlar saralash o'yinlaridan ozod qilingan. Shuningdek, oxirgi Xitoy chempionati finalchilari Osiyo chempioni Eron Islom Respublikasi hamda finalchisi Yaponiya terma jamoalari saralash o'yinlaridan ozod etilgan. Xavfli vaziyat. Isabella Flanagan xavf solayapti. Albatta, yuqorida nomlarini tilga olgan 3 ta jamoadan tashqari ham final raundida qatnashadigan jamoalardan ba'zilari ma'lum bo'ldi. Ya'ni A guruhida, A saralash guruhida Tailand terma jamoasi oxirgi tur uchrashuvlari qanday natija bilan yakunlanishida qat'iy nazar birinchi o'rinni naqd qilib qo'ygan, 9 ochko jamg'argan. Ikkinchi va uchinchi o'rinda borayotgan Bahrayn hamda Falastin terma jamoalari hisobida 4 tadan ochko bor va bu jamoalarning qaysi biri ikkinchi o'rinni egallaydi, qaysi biri esa uchinchi o'rinni egallagan holda omadini sinab ko'radi. Ya'ni uchinchi o'rinni egallagan jamoalar o'rtasida eng yaxshi natijani egallaydimi yoki yo'qmi degan ma'noda. B guruhida esa vaziyat birmuncha chigal. Bu yerda Indoneziya hamda Gonkong terma jamoalari 6 tadan ochko jamg'argan. Qirg'iziston terma jamoasi esa 3 ochkoga ega va ishtirokini yakunlab bo'ldi. Bu jamoa 3-o'rinni naqd qilib qo'ydi. Faqatgina bu jamoada kiritilgan va o'tkazib yuborilgan to'plar nisbati -11. Shu ma'noda O'zbekiston terma jamoasi 3-o'rinni egallagan taqdirda ham Qirg'izistondan o'tib ketishi ehtimoli ham ochkolar bo'yicha ham to'plar nisbati bo'yicha boradi. Yaxshi imkoniyat. Zarba, darvozabon to'pni qaytaryapti. Juda ham tezkor, ajoyib hujum edi. Claire Holder to'pni jamoadoshiga yetkazib beryapti. O'zi ham o'rnidan turdi. Hujumga qo'shilishi mumkin. Avstraliya terma jamoasi to'pni o'z nazoratida ushlab turibdi. Yaxshi. Fair playga rioya etib, albatta jamoa har bir o'yinda g'alaba uchun to'p surishi juda ham muhim. Qolaversa bu final raundi oldin o'ziga yarasha eng so'nggi tayyorgarlik jarayonlaridan biri. Musobaqa nuqtai nazaridan olganda albatta hali bir qator o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazishga ulguradi Avstraliya terma jamoasi. Lekin mana bunday o'yin ruhini, musobaqa ruhini beradigan o'yinlar bo'lmasligi mumkin o'rtoqlik nazorat uchrashuvlari. 4-foul. Foullar soni oshyapti. Bu xavotirli. C guruhidagi vaziyatni aytib o'tdik. Endi Avstraliya terma jamoasida 9 ta, Filippinda 7 ta, O'zbekiston terma jamoasida 4 ta o'yin bor. Bugun O'zbekiston Turkmaniston terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Quvayt allaqachon ishtirokini yakunlab bo'lgan va O'zbekiston terma jamoasi endi albatta biz mana bu natijani kutib qolaylik, oxirigacha kuzataylik. Undan keyin bir albatta shunga qarab taktika tuzilishi mumkin. Endi baribir qanday bo'lishi qadriyasi Turkmaniston terma jamoasiga qarshi o'yinda faqatgina g'alaba uchun o'ynaymiz, bu aniq. Lekin biroz xotirjam o'ynashimiz mumkin. O'sha nuqtai nazardan fikr bildiryapman. Va nihoyat oxirgi D guruhi, D saralash guruhida Vyetnam hamda Xitoy Taipei terma jamoalari birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallab turishdi. Ular o'zaro durang o'ynashgan, ikkitadan o'yinda g'alaba qozonishgan va ishtiroklarni yakunlab bo'lishgan. Ular 3-o'rin uchun o'yinda Muammar hamda Makao terma jamoalari bugun bahs olib boradi. Har ikkala jamoa ikkitadan o'yinda imkoniyatni boy bergan va bugun g'alaba qozongan jamoa 3 ochko jamg'arishi mumkin. Muammarda to'plar nisbati -8, Makaoda esa to'plar nisbati -39. Demak, bu jamoalardan ham unchalik katta xavf kutmaymiz.
Uchrashuv davom etadi. Bahs davom etadi. Avstraliyalik qizlar to'pni nazoratda ushlab turishibdi. Endi esa Filippin terma jamoasi a'zolari o'zlarining hujumlarini boshlashlari kerak. Mana bu yerda o'yin qoidasi buzilgandek edi. Hatto bitta ham foul yozilmayapti Filippinga. Uchrashuvni Janubiy Koreyalik hakamlar brigadasi boshqarib boryapti. Bosh hakam Moon Dae-sun, unga esa Jo Hyun Jin yordam bermoqda. Zahiradagi hakam Suhrob Sattorov Tojikistondan, vaqt uchun mas'ul hakam esa Iroqdan Ravand Fattah Rashid. Uchrashuv komissari Nura Jamal Badxafari Birlashgan Arab Amirliklaridan va nazoratchi Eron Islom Respublikasidan Mousaviy. Yaxshi aldadi hozir, lekin himoyada juda ishonchli turayapti. Avstraliyaliklar to'pni egallab borishdi va ularda endi qarshi hujum, to'p uzatib berilyapti. Yaxshi imkoniyat, zarba, yana zarba. Ketma-ket ikkita imkoniyat. Afsus. Trudy Camilleri hozir farqni oshirishi mumkin edi. Darvozabon Samantha Hughes mahorat ko'rsatdi. Keyin esa uning raqamdosh raqibasi Judy Cannoli darvozaga kirib ketayotgan to'pni olib chiqdi. Filippin oldinga borishga majbur. Jamoaga kamida durang kerak. Bu esa himoyada bo'shliqlarni olib keladi va bo'shliqlardan esa Avstraliya foydalanishi kerak. Biz uchun juda ham muhim. Albatta bu holat. Filippin terma jamoasi uning natijasi hozir onlayn tarzda musobaqa jadvaliga nazar tashlaydigan bo'lsak, guruhimizda jamoa plus 4 kiritilgan o'tkazib yuborilgan to'plar nisbati, O'zbekistonda esa plus 3. Ochkolar bir xil bo'lib qolgan taqdirda ham biz albatta Turkmanistonda ikkita to'p farqi bilan yutsak ham, 3ta to'p farqi bilan yutsak ham ikkinchi o'ringa chiqib olamiz. Bu kerakli natija, lekin bugungi mana bu o'yinni oxirigacha baribir kuzatishga majburmiz. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Chap qanotda ochiq va zarba. Biroz aslida to'pning uzatilishi noaniqroq bo'lgan. Sal oldinroqqa uzatib yuborildi to'p va natijada Holder ulgurmadi. Avstraliya hujumga ham boryapti, himoyaga ham qaytishga ulgurayapti. Lekin xavotirli jihati aytib o'tganimdek, bu follarda 4 ta o'yin qoidasining buzilishi bor. Filippinda kuchli zarbaga, aniq zarbaga ega o'yinchilar mavjud. Hozir yaxshi imkoniyat. Zarba berish kerak. Darvozabon joyini egallab bo'lgandan keyin zarba unchalik xavfli bo'lmadi. McElloyd adashmasam zarba berdi. Kuzatamiz, Camilleri to'pni oldirib qo'yyapti. Qanotda Jessica Au bor. Bizga yaqinroq qanotda esa Arrow Smith va eng so'nggi o'yinchi sifatida Galle Smith o'ynayapti. Galle 11-raqamda qayd etilgan, hozir yaxshi to'pni qaytardi va maydon tashqarisiga chiqib ketishiga ham yo'l qo'yib beryapti. Sababi to'p Avstraliya terma jamoasida qoladi. 9-daqiqa boshlandi ikkinchi taym do'stlar. Darvozabonning oldinga chiqib ketishi ham xavotirli. Hozir bu keyin ortga qaytishga ulgurmasligi mumkin darvozabon. Yaxshi vaziyat, mana darvozabonning chiqib ketishi xavfli deyapman. Endi Avstraliyaga menimcha natija unchalik kerakka o'xshamayapti-da. Mana shu natija albatta xavotirli. Ikkinchi darvozabonga ham o'yin amaliyoti kerak, lekin yaxshisi oldinga bormasdan ramkada turgani ma'qulroqmidi?
Zarba juda kuchli bu darvozabonda. O'zbekiston terma jamoasiga darvozasiga gol kiritgandi penaltidan. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin avstraliyaliklarda. Yo'q, hozir darvozabonga qaytarish mumkin emas. Maydonning ikkinchi qismiga o'tgan bo'lgan taqdirda ham to raqib o'yinchisiga to'p tegmaguniga qadar to'pni nazoratda qilayotgan jamoa qaytib darvozabonga to'pni oshirishi mumkin emas. Bu narsani yoddan chiqarmaslik kerak. Aks holda erkin jarima zarbasi bilan jazolanadi jamoa. Poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasi futzal bo'yicha ayollar o'rtasidagi Osiyo Kubogining C saralash guruhiga mezbonlik qiladi. Yaxshi imkoniyat. Yaxshi vaziyat edi, lekin to'pni o'zgartirib yuborish imkoniyatidan foydalana olmadi. Endi esa qarshi hujum. Yaxshi. Hammasi juda ham xotirjamlik bilan yakun topayapti, intiho topayapti. Himoyaga qaytishga ulgurdi. Adashmasam bu Fazzari edi. Yo'q, Fazzari emas. Arrow Smith ekan. Muhimi to'p qaytarildi. Kim qaytarishi bu ikkinchi darajali holat. Hozir esa Filippinlik qizlar noaniq o'ynashdi. Biz esa Sara Istopni yirik planda ko'rdik. Darvozabonlar orasida eng ishonchli nazarimda turib berdi va albatta O'zbekiston terma jamoasi posboni Sevara ham Nurlayeva ham juda yaxshi o'ynadi. Avstraliya terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'yinda ko'proq darvozabonni emas, maydon o'yinchilaridan ayb qidirish kerak yutqazishimizda. Va aksariyat o'yinchilarimiz charchab qolishdi, juda toliqib qolishdi. Keyin zaxiradan o'yinni kuchaytiradigan o'yinchi topilmadi. Tushgan o'yinchilarning barchasi faqatgina foullar, qoidabuzarliklardan boshqaga o'tmadi. Endi bu holatlar albatta tahlil etiladi hali musobaqa yakuniga yetgandan keyin. Hozircha bugungi o'yinga diqqat e'tiborimizni qaratamiz. Xavotirsiz, albatta kayfiyatni buzmasdan Turkmaniston terma jamoasi bilan o'yinda ijobiy natijani qayd etib, to'g'ridan to'g'ri final raundiga chiqishni juda xohlaymiz. Endi ortiqcha g'alabalarsiz chiqqanga nima yetsin? Baribir Filippin terma jamoasida ham O'zbekiston bo'ladimi, Filippin bo'ladimi, ikkala jamoada ham eng yaxshi 3-o'rinni egallab chiqish imkoniyati bor. Bu narsani e'tirof etish kerak. Buning uchun Filippin ham bugun yirik hisobda yutqazmasligi kerak. To'plar nisbatidagi plus ijobiy natijani saqlab qolgan ma'qul. Darvozabon so'nggi lahzada hozir barmoqlari uchi bilan to'pni urib yuborishga erishdi. Sara Istop aslida o'zi biroz ehtiyotsiz o'ynagan edi. To'p noaniq ketyapti deb o'yladi. Qarasa, darvoza burchagiga boryapti. 9 daqiqa 40 soniya, 41 soniya bizning hisobimiz bo'yicha. Ikkinchi taym yakuniga yetishiga shuncha vaqt qolmoqda. Har bir o'tayotgan soniyani albatta kuzatib boryapmiz, yurak hovuchlab. Bu natijaning saqlanib qolishini juda xohlaymiz. Bosh bilan berilgan zarba to'pning yo'nalishini o'zgartirishga urinish. Megan McElloyd birinchi gol muallifasi. Qanot bo'sh. Darvozabonga tasanno. Sara Istop jamoasini muqarrar goldan saqladi. Mana takrorni tomosha qiling. Yon chiziqdan yashil xita vakillari to'pni o'yinga kiritishadi. 9 daqiqa vaqt qolyapti ikkinchi taym tugashiga. Zarba. Endi esa burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. 2 soniya o'tdi. Ikkita standart vaziyat oralig'ida.
To'p maydon tashqarisiga chiqib ketmadi. Lekin to'p uchun kurash davom etadi. Filippinliklar to'pni o'yinga kirishlari kerak ekan. Qarama-qarshi qanotdan shoshilishmayapti ular ham, sababi tarkibda qisman o'zgarishlar bo'ldi. Maydonga Castaneda qaytdi va 10-raqamda Judi Cannoli tushdi. 11 va 7-raqamdagi o'yinchilar deyarli o'zgarishsiz o'ynayapti. Flanagan va Gullow. Yaxshi. 3-2 kombinatsiya, qanot bo'sh, darvozabon xotirjam. Vaziyatni juda ham yaxshi o'qiyapti Sara Istop. Bu vaziyatda esa Sara Isabel Castaneda to'pni to'xtata olmadi. 8-raqamli o'yinchi 8 daqiqa vaqt qolganda olsa to'pni o'yinga kiritib berdi. Darvozabon hozir biroz qaltis o'ynadi. Samantha Hugas moya chizig'iga yana ko'rsatma berishda davom etyapti. Avstraliyaliklar esa burchakdan emas, sal ichkariroqdan yonchisdan to'pni o'yinga kirishlari kerak. Hakam mana endi fikrini tushuntira oldi. Yetti daqiqa 40 soniya. Avstraliyaliklardan biri kichik jarohat olgandek edi. Yo'q, o'yinni davom ettira olishi mumkin. Maydonga esa Gisella Pipino tushdi 3-raqamda. Olisdan zarba, darvozabon o'z o'rnida. Yonchisdan o'yinga kiritish kerak to'pni Filippinliklar. Ular shoshishyapti. Soat millari O'zbekiston terma jamoasining foydasiga hozir tez o'tib boryapti. Avstraliya terma jamoasining desak, ularga ochko unchalik ham zarur emas. Qaysi ma'noda g'alaba. Ukrainacha ham bu jamoani birinchi o'rin bilan ta'minlaydi. Lekin bizga albatta ularning g'alabasi juda muhim. Yonchisdan to'p o'yinga kiritiladi. Janubliklar bu vazifani bajarishadi. O'yinchi darvozabon Jessica Maclean. Zarbani ko'rdingiz. Jessicaning zarbasi juda kuchli, faqatgina darvozani bo'sh qoldirib ketishi biroz xavotirli. Va darvozada turish ham juda ishonchliga o'xshamayapti. Daunidan Sara Istopni qaytarishni so'rardik darvozaga. Maclean zarba, lekin darvoza yana bizni xavotirga solyapti. Avstraliyaning hujumi.
bir necha soniyalarni bo'lsa-da yutdi o'yinchi, albatta to'pni maydonda ushlab qola olmasa-da. Time tugashiga, o'yin tugashiga 6 daqiqadan kamroq qolyapti. Avstraliya to'pni egallab oldi. Jamoada menga yoqqan jihatlardan yana biri juda ham sovuqqon o'ynayapti bu jamoa. Hujumda ham, himoyada ham. Har qanday holatda tushkunlikka tushmayapti. Ayniqsa O'zbekiston terma jamoasi bilan o'yinda 0-1 hisobga yutqazayotgan jamoa comebackni qanday amalga oshirib ketganligini ko'rdingiz. Bu jamoa Osiyo chempionatida favoritlardan biri bo'ladi Avstraliya. Eslatib o'taman, Xitoy chempionati 7-18 may sanalarida Xitoyda bo'lib o'tadi. Xavfli. Endi esa 5 daqiqadan kamroq vaqt qolyapti. Yana 1 daqiqa o'tdi. Izabella Flaniganga juda qisqa dam berdi va uni yana maydonga qaytardi 11-raqamdagi o'yinchini. Rafael Rodriguez. Tolentin to'pni orqaroqqa qoldirdi. Flanagan zarbaga qo'ymaslik kerak. Bu o'yinchi juda ham kuchli zarbaga ega. To'p esa aynan Izabellani oyoqdan maydon tashqarisiga chiqib ketganligi ma'lum bo'lyapti va nihoyat mana birinchi raqamli darvozabon qaytdi. Yaxshi imkoniyat. To'xtatib olsa bo'lardi. Arrow Smith birinchi gol muallifasi hozir dublni rasmiylashtirishi mumkin edi. Yaxshi. Darvozabon oxirigacha aldab o'tishiga yo'l qo'ymadi raqibasiga. Filipinliklarni maydon markazida kutib olish kerak. Zarurat bo'lsa agar Yo'q. Bu yerda o'yin qoidasi buzilmagan edi. Va kechikib. Endi bu yerda Janubiy Koreyalik hakamning fikriga umuman qo'shilmadim. O'yin qoidasi buzilgan yo'q deb oldin qaror chiqazdingmi, yiqilgandan keyin Filipinlik qiz to'pni qo'li bilan o'ynayapti. Mana qoida buzarlik qayerda mana takroran ko'ring. O'ta qo'pol xato. O'zi yiqilyapti, oyog'i bilan to'pga surinib, to'pni qo'li bilan ushlayapti va yana folmish. Komissar va nazoratchi bu vaziyatni albatta o'rganishi kerak va bu hakamning keyingi faoliyatiga albatta ta'sir etmasdan qolmaydi. Agar shu darajada xato qilaveradigan bo'lsa, bilmadim. To'g'risi, aynan Janubiy Koreyalik hakamlarning O'zbekiston ishtirokidagi o'yinlardagi faoliyatdan ham qoniqish hosil qilmagandim avvalgi uchrashuvlarda. Bu albatta mening subyektiv fikrim. Kimdir qo'shilmasligi mumkin. Ayniqsa qizlarimizga bo'lar bo'lmasga sariq qarshga ko'rsatish holatlari menga yoqmagandi. Qolgan vaziyatlarga unchalik e'tirozim yo'q to'g'risi. Unchalik xavfli bo'lmagan holatlarda sariq kartochkalar aynan Shoimovaning bitta o'yinni o'tkazib yuborishiga olib keldi. Endi esa bugungi o'yinda Karachik maydonga tushmaydi.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qoshida aynan mana shu saralash o'yinlaridan oldin Futzal federatsiyasi tashkil etilganligidan yaxshi xabaringiz bor. Albatta, bu mustaqil tashkilotning tuzilishi mamlakatimizda futzalning rivojlanishiga yaxshi turtki beradi deb umid bog'lab qolamiz. Ayniqsa, to'xtab qolgan ayollar o'rtasidagi futzal chempionati yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, mana bunday qiyinchiliklarga duch kelmas edik. Zero biz uzoq yillar Osiyoda yetakchi bo'lganmiz. Eronga ham dars berganmiz, Vyetnamga ham dars berganmiz, Yaponiya bilan tengma-teng o'ynaganmiz. 2 marta yopiq inshootlarda o'tkaziluvchi Osiyo o'yinlarida sovrindor bo'lganmiz, chempion bo'lganmiz. Mana keyingi yillarda esa chempionatning o'tkazilmasligi oqibatida saralash o'yinlarida mana bunday qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Time out Filippin terma jamoasi murabbiylar tomonidan olinyapti. Filippin terma jamoasi murabbiyi hozir albatta Rafael Rodriguez so'nggi chorani qo'llashga majbur, sababi 2 daqiqa 12 soniya vaqt qoldi xolos. O'yinchi darvozabonni tushirmasa mag'lubiyatdan qutulishning boshqa chorasi yo'q. Bo'sh qolgan darvozani nishonga olish desa avstraliyaliklarga biz omad yor bo'lishini tilaymiz. Yana bitta gol juda ham zarur bizning terma jamoamiz uchun. Lekin Avstraliya terma jamoasida 5 ta foul bor. Bu narsani ham unutmaylik. Oxirgi o'sha o'ylab topilgan qoidabuzarlik 5-foulga olib keldi. Bu yo'q, endi agar o'yin qoidasi buzilsa, filippinliklar double penaltini amalga oshirishlari mumkin. Ungacha yetib bormaydi deb umid qilamiz. Time out uchun ajratilgan vaqt yakuniga yetdi. Jamoalar maydonga qaytishlari lozim. Demak, Avstraliya hamda Filippin terma jamoalar o'rtasidagi uchrashuvning so'nggi 2 daqiqasi, so'nggi hayajonli 2 daqiqasini tomosha qilamiz do'stlar. Miles Dawn hamda Rafael Rodriguez o'z qizlariga kerakli ko'rsatmalarni berdi. Hozircha o'ynovchi darvozabon yo'q. Olisdan zarba. Sababi maydon ikkinchi qismiga o'tib olmaguniga qadar ishonch yo'q darvozabonni almashtirishga. Avstraliya esa pressingni, ta'qibni raqib maydonida qabul qilyapti. Mana endi filippinliklar oldinga o'tishdi, to'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketdi va 1 daqiqa 49 soniya qolganda o'ynovchi darvozabon tushirilyapti. 12-raqamdagi o'yinchi Sara Isabel Castaneda. Darvoza bo'sh. Avstraliya terma jamoasi hozir hujumni qaytarsa, maqsadga erishishi mumkin. Darhol bo'sh qolgan darvoza tomon zarba berib. Lekin buning uchun esa hujumni qaytarish kerak. Avvalo xavfli vaziyat. Isabella Flanaganning o'ylab topgan holatiga e'tibor bering, ha. Markazdan to'pni darvoza yaqiniga yetkazib beryapti va o'ynovchi darvozabon Castanedadan zarbani ko'rdik. To'p darvoza to'siniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. 1 daqiqa 22 soniya, 21 soniya. Futbol telekanalida to'g'ridan-to'g'ri jonli efir. Yana o'ynovchi darvozabon kerakmi Avstraliya terma jamoasiga? Biroz xavotirga tushyapman, biroz shubhalanyapman-da mana shu holatdan. Do'stlar, kerak emas hozir darvozabonga to'p oshirilishi. Fair play kerak bizga. 1 daqiqa 4 soniya. Jina o'ynovchi darvozabon Isabella markazda. Avstraliyaliklar diqqat e'tiborini hozir himoyaga qaratishyapti.
Va darvoza bo'sh, lekin bu yerda zarba berish qiyin. Eng asosiysi to'p nazoratda ushlab qolindi. 48 soniya vaqt bor. To'pni o'yinga kiritib yana bir necha qimmatli soniyalarni yutish mumkin. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti va koreyalik hakam esa Filippinliklar foydasiga qaror chiqaryapti. 42 soniya. Flanagan. Graversen, Flanagan. 11-raqamli o'yinchidan hushyor bo'lish kerak. Yaxshi. Alexia Karis Steel to'pni qaytardi. To'p maydon tashqarisida. 30 soniya qolyapti. Zarba berishga imkoniyat qoldirmaslik lozim. Iloji boricha yaqinroq markazga yaqinroq to'pni kutib olish kerak. Rompdagi 4-o'yinchi va darvoza bo'sh. Yaxshi. 18 soniya qolyapti. Hozir Avstraliya hamda Filippinga nisbatan ham o'zbekistonlik futzal ishqibozlari ko'proq hayajon bilan bu o'yinni tomosha qilyapti, ko'proq hayajonlanyapti desam mubolag'a qilmagan bo'laman va ular qatorida men ham borman do'stlar. Yana bir necha soniya yutqazmasi kerak. Yaxshi. 10 soniya. Qani kutib olamiz. Biz ham yashil xita vakillari damonidamiz hozircha. 4 soniya, 3 soniya, 2 soniya, 1 soniya. Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Avstraliya hamda Filippin terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv Avstraliya terma jamoasining irodali g'alabasi bilan yakuniga yetyapti. 2-1 natijasi bu O'zbekiston terma jamoasi foydasiga ishlaydigan natija do'stlar. Bu yoqda hammasi o'zimizning qo'limizda. Turkmaniston terma jamoasi